Qandli diabeti bor bemorlar uchun videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman. Bemor 7 yildan beri qandli diabet bilan kurashib kelardilar. Shu vaqt oralig'ida 30 kilogramm vazn yo'qotganlar. Hozirgi vaznlari 90 kilogramm, oyoqlarda og'riq boshlangan, jinsiy zaiflik kuzatilgan, kechqurunlari hojatga borish, ya'ni qatnash ko'paygan bo'ladi. Ko'rish faoliyatini ham pasayishini ta'kidlab o'tdilar. Tekshiruvlardan o'tkazdik, qondagi qand miqdori 30 gacha ko'tarilgan. Insulinda bemor oxirgi vaqtda o'sha insulin ham ta'sir qilmagan, ya'ni sahrlari tushmagan. Operatsiya qildirishga majbur bo'ldilar. Hozir operatsiyaga olamiz. Mini gastroshuntash amaliyotini amalga oshirib beramiz. Operatsiyadan keyingi natijalarni ham yana bo'lishib boramiz. Operatsiyaga olishda nimaga e'tibor beramiz? Insulin S-peptid miqdoriga e'tibor beramiz. Agar insulin S-peptid miqdori baland bo'lsa, bemorda operatsiyadan keyin sahr normaga kelish darajasi 100% ga ega bo'ladi, ya'ni teng bo'ladi. Bunda qandli diabet bilan bog'liq muammo bo'lsa, murojaat qilsanglar, biz sizlarga yordam beramiz.